Yashnobod tumani Go'zal mahallada joylashgan mana shu go'zal xonadonlarimiz tayyor bo'ldi. 4 ta yonma-yon qurilgan. Mahallasi keng. Kelinglar, hozir mana shu birinchisini ko'ramiz. Har birini yer maydoni 3 sotuvdan, binoni umumiy maydoni 450 kvadrat metr. Oldi hovlisi va binoni orqa tomonida ham hovlisi bor. Oldi hovlisida bitta mashina qo'yish uchun joy qilingan, avtomat darvozalar, elektromobil uchun zaryadkalar va mana shu devorimizning bu tomonida demak vodopadlari ham bor. Mana shu joylarimizda zeleniy zona bo'ladi, demak bu yerda gazon bo'ladi. Oldi hovlisini ko'rdinglar, har birini devorlari alohida bir-biriga ulanmagan, bu tashqaridan shunaqa ko'rinadi. Qurilish prosesini hammasini video rasmlari bor, kelgan odamga bemalol ko'rsatiladi. Ana o'sha yerda ko'rinib turibdiki, demak hamma devorlari alohida. Qaranglar, kirganimizda hol, bu tomonda gostivoy zal. Zallari ancha katta, gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli chiqqan. Uyimizdan tegi to'liq podval. Bu yerda demak sanuzel. Birinchi qavatimizning spalnisi. Xonalari katta-katta, ikkinchi qavatda ham mana shunaqa katta spalnilar joylashgan. Va bu yoqda kuxnya. Kuxonning mebel texnikalari tayyor qilib qo'yilgan. Orqa hovliga chiqdik, yozgi oshxona, o'tiradigan joy, qaranglar, katta hovlisi bor. Kimga qiziq bo'lsa, o'rtoqlar telefon qilinglar. Uyimizning ikkinchi qavatida 4 ta xona va 3 ta sanuzel joylashgan.